Yonmaydigan qo'l, suvda yonadigan olov va oppoq yonadigan bulut. Bu Peshku tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari yaratgan yangiliklardir. Ushbu maskanda tahsil oladigan o'quvchilar erishgan yutuqlar maqtanishga arzirli. Shu ta'lim dargohida tahsil olib, ko'plab yutuqlarga erishdim. Jumladan, kimyo, biologiya fanlari va majburiy fanlar qatoriga kiradigan ona tili fanidan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Shu bilan birga, kimyo fan olimpiadasining viloyat bosqichida 3-o'rinni qo'lga kiritib, respublika bosqichida ham ishtirok etdim. Shularni qo'lga kiritishim uchun men bilan birga ter to'kib qo'llab-quvvatlagan ustozlarim, jumladan Said va Shahlo, Ahmedov Gulbahor va Qurbonov Husniddin ustozimga, shu bilan birga yetarlicha shart-sharoit yaratib bergan prezidentimiz va maktabimiz rahbari bo'lmish Abdurashidov Jahongir ustozimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Shoh va mot aniq tanlangan yo'nalish shaxmat o'yinida g'oliblikka ishora sanaladi. Peshku tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari ham xuddi mana shunday imkoniyatlardan keng foydalanib kelishmoqda. Chunki ularning ko'pchiligi o'zi xohlagan oliy ta'lim muassasasiga maxsus sertifikat orqali imtihonsiz kirish imkoniyatiga ega. Hozirda 10-sinf bo'lishimga qaramasdan, menda ingliz tilidan B2 va ona tilidan A darajali sertifikatlarim mavjud. Va men muddatidan oldin maktab ostonasida bo'la turib, universitet ostonasiga qadam qo'yib, talaba bo'lish huquqiga erishdim. Bundan tashqari, ijodiy yutuqlarim ham mavjud. 2 she'riy to'plamim, viloyat bosqichidagi tanlovlardagi oliy o'rinlarim, eng yaxshi yosh iste'dod egasi nominatsiyasi ham menda bor. Hozirda matematika va tarix fanlaridan milliy sertifikat imtihonlariga tayyorlanib, muddatdan oldin talaba bo'lish sharafiga musharraf bo'lmoqchiman. Bu sertifikatlar mening 2 yillik mehnatimning namunasi hisoblanadi. Bu maktab matematika, ingliz tili va tabiiy fanlarga ixtisoslashgan. 5-sinfdan bu yerga imtihon asosida qabul qilinadigan o'quvchilarning deyarli barida IELTS sertifikati bor. Maktabda har xil fan tanlovlari, bundan tashqari ijodiy tanlovlar ham mavjud. Hozirda Ibn Sino izdoshlari norasmiy olimpiadasi bizning maktabda juda ham ko'p o'tkaziladi va men ham bu tanlovda munosib ishtirok etib, oliy o'rinlarni qo'lga kiritdim. Kelajakda jurnalist bo'lish niyatim mavjud va bundan tashqari chet elda o'z malakimni oshirib, davlatimiz ravnaqiga hissa qo'shaman degan umiddaman. Albatta, har bir tomoshabinda nega aynan ushbu maktab, o'quvchilar nega yillar davomida bu maskanni orzu qilishadi degan savol tug'iladi. 5-sinfga kelishni boshlaganidanoq o'quvchilarning qiziqishlari avvalo o'rganiladi. Aniqlab bo'lganimizdan keyin o'quvchini shu yo'nalishlar bo'yicha to'garaklarimizga jalb qilib, ularga ustida ishlab, qo'shimcha to'garaklarni qo'yib, olimpiadalarga qatnashtirib, ularni muddatdan oldin o'qishga kiritish bo'yicha samarali mehnatlar qilib kelmoqdamiz. Hozirda 9-sinf, 10-chi, 11-sinflar ichida maktab ostonasidayoq talaba bo'lish baxtiga erishgan o'quvchilarimiz soni tobora ortib bormoqda. Kelajak avlod uchun yaratilayotgan bunday keng imkoniyat esa yillar davomida ilmli yoshlar sonining yanada ortishi, yangi ixtirolar yaralishi uchun kafolatdir.